Bugun juda ham xursandman. Bitta oilani quvonchiga sababchi bo'lganimdan, Alloh meni sababchi qilganidan juda ham xursandman. Mana shu homilador bo'lgan patsiyentim haqida bugun sizlarga ozgina gapirib bermoqchiman. Nima uchun? O'sha homiladorlikka tayyorlanayotgan ayollarga, homilador bo'la olmayotgan ayollarga ozgina motivatsiya bo'lsin, dalda bo'lsin degan umidda mana shu videoni olishga qaror qildim. Hozir shu patsiyentim ham ko'rib turgan bo'lsa kerak, xursandchilik ko'z yoshlari bilan tomosha qilayotgan bo'lsa kerak, juda ham kuzatadi meni. Bu patsient qabulimga 3 oy oldin kelgandi. Yaqinroq tanishganimizda 9 yildan beri bepushtlik bilan kurashayotgandi, 9 yildan beri homilador bo'lmayotgani, juda ham umidini uzib qo'ygan, sal narsaga ham yig'laydigan patsient edi. Yaxshi oilaga kelin bo'lganini, mehribon oilasini davrasida, hamkasblari, dugonalari borligini, lekin har doim o'zini o'sha yolg'iz his qilishini, qanaqadir jamiyatdan o'zim ajralib qolgandek his qilaman deb ko'p yig'lardi. Hech kim meni tushunmaydi nimagadir deb ko'p xafa bo'lardi. Va o'sha hamma tekshiruvlarni qildik, ekoga tayyorgarlik boshlandi va o'sha oldimga kelib yurgan vaqtlari boshqa qabulimga kelgan patsient ayollar bilan tanishdi va bir-biri bilan yaqin bo'lib, o'sha boshqa ayollarda ham shunaqa muammolar borligini bilib, ko'rib, bir-biriga dalda bo'lib, shu vaqtda bir patsiyentim bilan juda ham yaqin dugona bo'lib qoldi bular va har doim birga kelishardi. O'zim ham xursand bo'lardim, bir-biringlarga podдержка bo'lib turinglar, har doim yordam berib turinglar deb. Va eko amaliyoti boshlandi. Ikkita dugonaga bitta vaqtda o'sha homila o'tkazildi, ya'ni patsatka bo'ldi, homila qo'ydik. Va birinchi urinishda dugonasi homilador bo'ldi, lekin bu patsiyentimda homiladorlik kuzatilmadi. Qo'ygan embrion o'smadi. Men lekin qo'rqandim, tez tushkunlikka tushib qoladi, sal yana uzoq cho'zilsa kerak desam, yo'q. O'sha dugonasi qo'llab-quvvatlab, podдержка bo'lib, men homilador bo'ldim. Siz ham bo'lasiz, oxirigacha kurashishingiz kerak. Men har doim siz bilan birgaman. Ravshanni birga hammamiz birga harakat qilsak, inshaalloh siz ham homilador bo'lasiz deb juda ham katta motivatsiya, umid, dalda berib uchalamizni birga ishladik va keyingi oy patsatka qilindi shu bemorim. Mana bugun homiladorlar juda ham xursandmiz, tabrikladik. Men bu gaplarni nima uchun aytyapman? O'zingizni yolg'iz his qilganingizda, sizni hech kim tushunmayotgan vaqtda sizni dardingizni tushunadigan, sizni o'sha sizda bo'lib o'tgan his-tuyg'ularni his qilgan insonlar bilan yaqinroq bo'lsangiz, bir-biringlarni yaxshi tushunasizlar, bir-biringlarga yaxshi dalda berasizlar, motivatsiya olasizlar. Bu videoni hozir mana shu patsiyentim ko'z yoshlari bilan ko'rib turibdi. Bu video faqat sizga atalgan, sizga o'xshagan ayollarga atalgan. Ayollar, hech qachon umidingizni uzmang. Har doim oxirigacha kurashish kerak. Shunda siz albatta homilador bo'lasiz.